Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Demak, ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Uzluksiz ko'rsatuvlar qilishga kelishib olganmiz. Keyingi mavzuyimiz bevosita sun'iy intellekt bilan bog'liq. Chunki bu mana shunday davr. Hurmatli muxlislar, bemalol aytish mumkin. Insoniyat sun'iy intellektgacha ilm fanda, texnikada va sun'iy intellektdan keyingi davrga bo'linadi. Tamom. Boshqa masala qolmadi. Chunki sun'iy intellekt yaratuvchilari ham oxirgacha bilishmayapti. Ya'ni keyingi qadamlarni bashorat qilishda qiyin bo'lyapti. Ayrim mutaxassislar aytayaptiki, sun'iy intellekt, ya'ni o'zini anglaydigan, kerak bo'lsa o'zini yarata oladigan, o'ziga tashqaridan qaray oladigan sun'iy intellekt qachon yaratilishi bilmaymiz, lekin u o'zidan ham sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni bir yon hodisa sifatida sodir bo'lishi mumkin degan bashoratlarni aytishyapti. AGI'lar yoki super sun'iy intellekt, mana shular haqida juda ham ko'p gaplar bor. Bundan tashqari mana yaqinda chiqqan xabarlardan biri, ya'ni Anthropic kompaniya, shu qarang, mana shu Anthropic yozilsa qanaqa o'qiladi inglizchada? Anthropicmi? Anthropic bo'lishi mumkin. Chunki qaysidir tilda F, qaysidir tilda S ekanda. Anthropic kompaniyasi o'zining sun'iy intellekt modelida axloq kodeksi mavjudligini aniqlab oldi. Ya'ni 700 mingdan oshiq anonim suhbatlarni tekshirgan Cloud kompaniyasi, Cloud chatidagi o'sha suhbatlarni tekshirishgandan keyin qarashsa, qandaydir ma'lum bir qonuniyatlarga amal qilayotgan ekan. Ya'ni foydalanuvchiga zarar berib qo'ymaslik, uni ehtiyot qilish, yolg'on gapirmaslik kabi shunday qoidalarga amal qilib qo'yayotgan. Endi bu ular uchun xursandchilik albatta, lekin biz bunga hali juda bir ishonib yuborgan joyimiz yo'q, chunki axloq masalasi va sun'iy intellekt bu o'zga narsa. Axloq bu manfaatlar masalasi bilan bog'liq. Sun'iy intellektda manfaat bo'lishi hozircha mumkin emas. Xudo biladi kelajakda nima bo'ladi. Bu uni nimalarni va qanday o'rganayotganiga bog'liq. Hurmatli muxlislar, demak biz bugun siz azizlar bilan sun'iy intellekt nimalarni va qanday o'rganyapti yoki yana ham oddiyroq qilamiz. U o'qitilyapti sun'iy intellekt. Mana biz bilamizki, ChatGPT ni o'qitish uchun OpenAI kompaniyasi mana shuncha summa sarflabdi, mablag'. Xitoy esa DeepSeek'ga undan ancha kam sarflabdi deydi. Gemini uchun esa Google o'zi yig'ilib turgan ma'lumotlarni qo'yib yubordi deydi. Microsoft Copilot uchun unday qilibdi deydi. Ya'ni sun'iy intellekt o'qitilyapti. Lekin qanday? Axir inson tushunarli kitobni oladi, o'qiydi, kompyuterdan o'rganadi, internetdan o'rganadi, gazeta, jurnal. Lekin sun'iy intellekt qanday o'qitilyapti bugun? Mana shu masala bo'yicha biz doimiy ekspertimiz, matematik fanlari doktori Karim Rahimov hamda dasturchi Behzod Qurbonboyev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Endi to'g'ri tushunasizlar, siz bilan biz hozir 3-ko'rsatuvdamiz. Birinchi ko'rsatuv siyosiy, ikkinchisi tarixiy, uchinchisi mana matematikadan ko'rsatuv. Rang-baranglik, 100% rang-baranglik deydi, bir-biriga umuman o'xshamaydi, lekin o'xshash jihatlari bor. Qarang. O'xshash, hali qalovini topsang qor yonadi. Karimjon. Birinchi ko'rsatuvimiz Hindiston Pokiston haqida edi. Ya'ni bugungi kunda xabaringiz bor, juda ham bir noxush holat ular orasidagi o'sha terrorchilik xurujidan keyin ikkita davlat o'rtasidagi munosabat buzilayotgan. Ikkinchi mavzu Jaloliddin Manguberdi. U qanday bog'liqsa, pokistonliklar Jaloliddin Manguberdini juda yaxshi ko'rar ekan. Chunki aynan Pokiston hududlarida u mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurashgan. Endi sun'iy intellekt bularga qanday bog'liqsa, Jaloliddin Manguberdi, Xorazm shohlari axir matematika-ku. Axir Xorazmiy-ku, bu matematika-ku. Axir algoritmsiz bugun biz u nafaqat sun'iy intellekt, kalkulyatorda ham o'tirmagan bo'lardik. Shundaymi? To'g'ri. Xush kelibsizlar yana bir bor. Demak, mana sun'iy intellekt qanday o'qitiladi mavzusi bugun juda ko'p eshitamiz. Sun'iy intellekt chatlari, ya'ni o'sha modellari, agentlari deymiz-da, turli nomlar bilan atalyapti. Ishlashi uchun ular juda ko'p ma'lumotlar bilan o'qitilgan bo'lishi kerak. Bu o'zi nima? Endi birinchi o'rinda xuddi insonda bo'lgani kabi birinchi avvalambor xotira bo'lishi kerak. U xotira birinchi informatsiya beriladi. Ya'ni u informatsiyaga ega bo'lish kerak. To'g'ri ma'lumot. Ya'ni aslida to'g'ri ma'lumot degani inson qo'li bilan qaysidir ma'noda kiritilgan ma'lumot bo'lishi kerak. Endi ko'p nimalar o'sha sun'iy intellektlar o'sha internet bazalaridan oladi. Ularning ichida to'g'ri ma'lumotlar ham bor, noto'g'ri ma'lumotlar ham bor. Bu birinchi o'rinda to'g'ri ma'lumot, o'sha boshlang'ich ma'lumotlar kerak bo'ladi. Keyingi qadam u o'rganish. Ana shu qadam demak bugun shu haqida gaplashamiz. Qanday qilib o'zini yaxshilaydi.
o'zi demak kerakli demak to'g'ri natijaga borish qanaqa qiladi uni orqasidagi matematika haqida gapirishga harakat qilamiz. Demak bugungi mavzu asosan shu. To'g'ri tushungan bo'lsam, sun'iy intellekt ishlashi uchun u ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. U ma'lumotlarga ega bo'lish uchun u xotirasi bo'lishi kerak. Xotirasi bo'lishi kerak. Hozir shunda sun'iy intellekt bizga javob berayotganda onlayn javob bermaydi, to'g'rimi? Ya'ni u xotirasidagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida javob beradi. Xuddi shunday. Deylik, mana hozir bundan oldingi suhbatimiz asosida unga savol bersam javob bera olmay qoladi. Chunki hali uni o'qimagan. Ya uni ham o'qiydi parallel. Parallel. Mana hozirgi sun'iy intellektlar yangi chat ochsangiz agar undan oldingi gaplaringizni ham tahlil qilib o'shanga bog'liq qilib javob beradi. Ha, tushunarli. Bu o'sha mavzu bo'yicha ketayotgan bo'lsangiz shu bo'yicha gapiradi. Agar siz yangi chat ochsangiz, to'g'ri, uni esdan chiqaradi, yangi gap bilan ketaveradi keyin. Shunaqa. Lekin umuman xotirasi bor uni. Xotira bo'ladi. Keyin xotirani demak xotirani o'zi yetarli emas. Demak uni mantiqiy bog'lash kerak-da keyingi qadam, ya'ni siz bir joyga shunchaki informatsiyani tashlaganingiz yetmaydi, uni analiz qila olish kerak. Analiz qilib sizga to'g'ri demak gapni yetkazib berish kerak. To'g'ri informatsiyani, ya'ni ma'lumotni berish kerak. Mana shu joyi haqida gaplashsak bo'ladi bugun. Ya'ni o'zini o'sha yetkazadigan ma'lumotlarni qanday qilib yaxshilab beradi. Shu joylari bor, misol shuni demak gaplashamiz. Agar nima bo'lsa ekranni qo'ysak, o'zi aslida nima o'sha bor ma'lumot, xotiraga saqlaydigan ma'lumotni o'zini nima deydi, uni o'zi katta mavzu aslida. Ya'ni ma'lumotni o'zida saqlab qolish. O'zida saqlab, u to'g'ri ma'lumotmi, noto'g'ri ma'lumotmi, uni o'zi katta narsa. Uni ichidan noto'g'ri ma'lumotni yo'qotish o'zi asosiy masalalardan bittasi. Chunki katta bazani olyapti, katta bazani xotirasiga saqlayapti. U to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu joyi ham bor. Yoki xilma-xilmi, yo'qmi? U tomoni ham bor. Masalan, hozir ChatGPTga kirib, ChatGPTdan devor soatini rasmini chizib ber desangiz, u necha marta aytsangiz ham bir xil ko'rinishni beradi. Adashmasam 10 dan 10 ta o'tgani sekund mili 7 bo'lganini ko'rsatib beradi. Nega? Chunki internetda aynan shu ko'rinishdagi nimalar ko'p. Juda ko'p. Juda ko'p. O'shani chiqish ehtimolligi oshib ketadi. Necha dedingiz? 10 dan 10 ta, keyin sekunda 7 shunaqa. Hurmatli muxlislar, demak kimda agar hozir tekshirib ko'rishimiz imkoniyati bo'lsa, yana bir tekshirib ko'rsin o'zi. Shokirjon, siz ham tekshirib ko'ring, keyin bizga screenshot jo'natasiz. Devor soati bo'lishi. Devor soatini so'rang, ChatGPTdan suratini, devor soati suratini so'rang. Va shunda qani ko'ramiz, soat millarini nechini ko'rsatyapti taxminan. Bu nima uchun aynan shunaqa? Chunki internetda aynan shu ko'rinishdagi devor soati chiroyli bo'lganligi uchun ko'p joylarda aynan shunaqa ko'rinishdagi rasm ko'p. Dizaynerlar aynan shuni tanlaydi. Va sun'iy intellekt shuni o'qib qo'ygan. Shu informatsiya, shu ma'lumot juda ko'p unda. Demak, qancha ko'p ma'lumot kiritsang, o'sha tarafga qarab ketadi. Albatta. Endi buni xavotirli tarafini aytyapman-da. O'z vaqtida demak raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov Oliy Majlisda deputatlarga bir hisobot berayotganda sun'iy intellekt to'g'risida savol bo'lganda, ya'ni shunda bir narsaga urg'u bergani yodimda, u milliy ham bo'lish kerak. Chunki milliy bo'lmasa, seni savollaringga boshqalarning qadriyati bo'yicha javob beradi. Xuddi shunday. Deylik, bugun masalan, hurmatli muxlislar, demak biz internetni foydali va o'zbek tilidagi ma'lumotlar bilan to'ldirishimiz kerak. Chunki sun'iy intellekt ular asosida o'qib keyin javob beradi. Hozircha u ingliz tilida ko'proq o'qiyapti, tushunishimiz bo'yicha. Albatta. Chunki o'sha bo'yicha ma'lumot ko'p-da. Va tahlil qiladigan ma'lumot ko'p. O'sha tilda yozilgan kitoblardagi qadriyatlar, odatlar, mafkura, g'oya bo'yicha bizga javob beradi. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Endi agar ayrim mavzular bor, u mavzular bo'yicha demak aynan masalan O'zbekistonda ko'p ma'lumot bo'lishi mumkin. O'sha nuqtai nazardan javob beradi. Yo, endi masalan deylik Registon maydoni. Albatta. Tabiiy yoki Orol dengizi desa, yoki Ichanqal'a desa tushunarli, yoki Minorai Kalon desa, bu albatta O'zbekistonning ma'lumotlariga asosan. Yo'q, Karimjon, asoslanadi deyapmiz, asoslanish kerak. Agar bu keling shu joyda siz bilan bahslashaman. Agar biz Minorai Kalon haqida ko'p va xo'p yozmagan bo'lsak, u chet ellik sayyohlar nima yozgan bo'lsa shu bo'yicha o'qiydi.
Bu to'g'ri. To'g'rimi? Ya'ni biz berishimiz kerak informatsiyani. Ya'ni Albatta. Registon haqida ma'lumotni u bizdan olish kerak. Masalan, bo'lmasa Registonni Amir Temur qurdirgan deb chiqaveradi. Garchi uni Mirzo Ulug'bek madrasasi undan keyin Bahodir Yalangto'sh qurgan bo'lsa-da. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, ma'lumotni qanday va to'g'ri kiritish ham Juda muhim. Demak, bugungi gaplashadiganimiz o'sha bor xotirada va kiritilgan ma'lumotlarni qanday qilib, demak, tahlil qiladi. Ya'ni o'sha yashirin qatlam bor neyronlarda. O'sha joyi haqida gaplashishga harakat qilamiz. Bu katta mavzu aslida biz bir misolda ko'rsatishga harakat qilamiz. Albatta, Karimjon, bunga kompaniyalar milliardlar dollar sarflab bu bo'yicha ishlayapti. Biz buni siz bilan 1,5 soatlik ko'rsatuvda to'liq tushuntirishimiz mumkin. Maqsadimiz xalqqa tushuntirish, qanday bo'ladi, nima bo'ladi, oddiy qilib tushuntirishga harakat qilamiz. O'tgan bir ikki safar oldin esingizda bo'lsa, ko'rgandik, demak, rasmni, demak, mashina shunday ko'rinishdagi matritsa ko'rinishda saqlaydi o'zida. Shunday. Bu matritsani nechidir matritsa, demak, matritsa ko'rinishga o'tkazgandan keyin mana shu ko'rinishda saqlaydi o'zida. Demak, u rasmdan tashqari so'zlarni ham xuddi shunaqa matritsaga qo'yadi. Matritsa ya'ni raqamlar bilan ishlaydi, tamom. Ya'ni kompyutermi, demak, bizni xayolimizga kelishi kerak, raqamlar bilan ishlaydi. Tamam, boshqa narsa emas. Eslatib o'tish uchun yozgandim. Buni keyingi nimaga o'tsak, mana bu matritsani eslatib o'tamiz. Ya'ni matritsani yo bunaqa eslash mumkin, ya'ni ko'rish mumkin, mana matritsa, yoki buni yo satr yo ustun bo'yicha mana birinchi buni qo'yasiz, keyin yana qo'yasiz, bitta uzun vektor sifatida ham qarash mumkin. Buni odatda RMN fazo deyiladi. Bu o'lchami m ko'paytirish n fazo. Demak, o'zgaruvchisi mana shuncha bo'lgan matritsalarni o'rganishga to'g'ri keladi. Siz agar demak, yoki rm fazoni, ya'ni agar mana shuni ustida matritsalar ustida amal bajarmoqchi bo'lsangiz. Keyingisiga o'tsak, mana sodda qilib yozdim boyagi nimani. Ya'ni mana 4x4 matritsa mana shunaqa qilib joylashtiradi. Masalan, vektor sifatida o'rganish mumkin. 16 ta o'zgaruvchisi bor. Xo'p, demak, endi yana sun'iy intellektga keladigan bo'lsak, bilardik, bu input, ya'ni kiruvchi ma'lumot bizga beradigan savol yoki nimasi, keyin bu yerda yashirin qatlamlar bor. Har ba'zi ikkita yashirin qatlam, 3 ta bo'lishi mumkin, 4 ta bo'lishi mumkin, 5 ta bo'lishi mumkin. Keyin oxiri demak bizga chiquvchi ma'lumot. Demak, mana bu yerdan kiradigan ma'lumot ham raqamlar. Mana bu yerda nimadir bo'ladi-da, bu yoqdan yana raqamlar chiqadi. Gap mantiqiy bo'lishi kerak oxir-oqibat. Keyin raqamlarni sizga yana so'z qilib keltirib beradi yoki rasm qilib chiqarib beradi. Matritsalarni o'girib beradi. Demak, mana bu yerda nima ish bo'ladi desangiz, raqamlar, sonlar ustida amal ketadi. Matritsalar ustida qanaqadir amal ketadi. Mana boradi. Chunki sizga sonlardan sonlarni chiqarib berdi-da. Amal ketadi bu yerda. Matematik amal. Matematik amal bo'lishga majbur. Sonlar ustida bo'lgandan keyin boshqa qanaqa bo'ladi? Boshqa narsa matematik amal bo'ladi. To'g'ri, buni demak, dasturchilar boshqacha yozishi mumkin, to'g'rimi? Dasturchilarda u yerda boshqacha nima bo'lishi mumkin, lekin kompyuter tagida demak, raqamlar ishlaydi. U matematika. U matematika. Xo'p, mana shu yerda qanaqa amal bo'ladi? O'tamiz. Mana bu asosiy demak, nimasidan bittasi, ya'ni o'sha kiruvchi ma'lumot, bu hammaga ma'lum ma'lumot. Mana bu asosiy kiruvchi ma'lumot deganda biz o'qitiluvchi ma'lumot deb tushunishimiz kerak. Yo'q, u kiradigan, ya'ni siz informatsiya yozasiz. Biz deylik ChatGPT ga yozyapmiz. Tushunarli. U demak, kiruvchi ma'lumot mana bu yerda demak, mana bu W bilan B turibdi. Bu o'sha ichkaridagi nima? Nima deydi? Yashirin qatlamni vazifasini bajaradigan nima? Bu matritsa, demak, ayrim holatlarda matritsa bo'lib keladi, ayrim holatda vektor bo'lib keladi. Bu yerda nimasi yo'q. Demak, W bilan B tanlanadi-da bu yerda. O'sha W bilan B ni to'g'ri tanlab, keyin oxiri funksiya bilan mana chiquvchi funksiyasi. Oxiri sizga mana bu chiquvchi ma'lumotni chiqarib beradi. Matritsa turibdi, W ni ko'paytiradi, vazn qo'yadi. Har bitta demak, vektordagi har bitta demak, nimaga, demak, koordinataga qanaqadir vazn qo'yib yig'ib chiqadi.
mana bu B siljish vektori ham yo'q, vektor yo son ham bo'ladi. Bu ikkita holati ham bor. Men endi umumiy qilib yozdim. Oxir oqibat demak chiquvchi ma'lumot keladi. U ma'lumotni sizga demak mantiqiy chiqarib berish kerak. Xo'p, maqsad shuki, hali ham orqada maqsad shuki, mana shu W bilan B ni to'g'ri tanlash. Agar siz W bilan B ni to'g'ri tanlasangiz, oxir oqibat sizga yaxshiroq informatsiya, yaxshiroq ma'lumot kelib chiqadi. Asosiy ish shu W bilan B ni to'g'ri tanlash bo'ladi. Demak, keyingisiga o'tsak. Demak, mana misol uchun hop eng qiziq misollardan bittasi, eng sodda misol, mana qo'lda yozdingiz 1 2 3 0 dan 9 gacha raqam yozdingiz. Demak, raqamni u rasm sifatida ko'radi, raqam yozdingiz, qo'lda yozdingiz. Rasm sifatida ko'radi, rasmni berdingiz. Demak, rasmni bergandan keyin, demak, uni matritsa sifatida ko'rdi. W bilan boyagi B ni vaznni tanladik deylik, to'g'ri tanlandi deylik. Oxir oqibat sizga demak mana bunaqa vektor chiqadi. Deylik, mana vektor. Nechta elementi bor? 10 ta elementi bor vektor. Demak, 10 ta elementi bor vektor chiqadi. 10 ta elementi bor, demak A1, A2 va hokazo A0. Hozir mantiqini tushunamiz 10 ta. Keyingisiga o'taylik. Mukammal holatda, demak, mukammal holatda mana bu yerda qaysi nechinchi o'rinda turgan? 6-o'rinda turgan 1 turibdi, qolgani 0 turibdi. Mana bu son, mana bu matritsa 6 ni ifodalaydi. Demak, agar oxirgi javobda sizda mana shu vektor hosil bo'lsa, ustun vektor, ustun matritsa deylik, shu matritsa hosil bo'lsa, mana bu yerda 1 hosil bo'lsa, siz yozganda 6 yozganni beradi. 6. Agar bu yerda 1 chiqsa 5, bu yerda 1 chiqsa 4 ni va hokazo. Oxirgisida 1 chiqsa 0 ni ifodalaydi. Ya'ni shunday qilib keyin mana bu chiqqandan keyin sizga kompyuter aytadi, sen yozganing 6, sen yozganing 5 yoki va hokazo mana shunaqa ko'rinishda beradi. Lekin ana bu har doim ham mana shunaqa chiqishi shart emas. Misol uchun keyingisiga o'taylik. Mana bunaqa son chiqishi mumkin. Mana bu son. E'tibor bering, bu 0.2, minus 0.1 va hokazo bu. Lekin bu qaysi o'sha ustun vektorga yaqin? E'tibor bersangiz, mana bu yerda 0.8 turibdi, 9-sidagi 0.8 turibdi. 9-sidagi 0.8 turibdi, qaysiki mana shunisi kattaroq, qolgani 0 ga yaqin. Mana buni ham demak, mana bu hammasi bilan yaqinlashtirib ko'radi. Ichida. Hammasi bilan yaqinlashtirib ko'radi. Bu yerda 1 qolgan 0 bilan ayirib yaqinlashtirib ko'radi. Bu yerdagi 1 bilan ayirib yana yaqinlashtirib ko'radi. Qaysiga eng yaqin desa, mana bunga eng yaqin bo'ladi. O'sha 10 ta nima bor-ku? 10 ta vektor. O'sha hammasini oladida qaysiga eng yaqin? O'shani oladida, demak, eng yaqini mana shu. Mana ayirib ko'rsak, mana bu ikkita vektorni ayirib ko'rsak, keyingisiga o'tsak, mana ikkalasini ayirsak, ketdi. Mana bunaqa hosil bo'ladi. Endi elementlarini, kvadratlarini olib qo'shsak, mana bu kichkina chiqadi. Yarimdan ham kichkina son chiqadi. Qolgan holatda, qolgani bilan ayirsak, mana bu birlik 1 bu yerda bo'lsa, u 0.5 dan oshib ketib qoladi, kattaroq son bo'ladi. Mana bu holatda kichkina bo'ladi. Aslida ana shu mana funksiya hosil bo'ldi qanaqadir. Qanaqa funksiya hosil bo'lsa, bu xatolik funksiyasi. Nima uchun xatolik? Aslida mana bu chiqsa bizda eng mukammal holat, lekin bu chiqdi. Bu ham aslida o'sha 9 ga yaqin son. Asosiy masalalardan bittasi 9 ga yaqin qolganlarga nisbatan. Qolganlarga nisbatan. O'sha eng yaqiniga, ya'ni eng yaqinini aytadi-da sizga. Qaysi rasmda oxir oqibat chiqqan ustun matritsa qaysi matritsaga, mana bulardan qaysi biriga yaqinligiga qarab o'sha ehtimollikni qo'yadi-da, o'sha ehtimollik bilan nimani beradi? O'sha qaysi son ekanligini beradi sizga. Boyagida misol uchun 3 ni berishi mumkin. Mana bu xatolik funksiyasi. Asosiy maqsad ana shu xatolik funksiyasini yetarlicha kichraytirish. Mana 0.3 chiqdi bu. Ana shu 0.3 emas, 0.0001 chiqsa,
Bu aniq o'sha 9 ekanligini aniq nima qilsa bo'ladi. Xatolik darajasi eng kamiga tushsa. Ana shu maqsad xatolikni kamaytirish. Demak, ana shu yerda nima boshlanadi? Ana shu xatolik funksiyasini minimallashtirish bu kompyuterni nimani sun'iy intellektni treyningi deydi, ya'ni mashg'ulot olish, o'qitish bo'ladi. Qanday qilib unaqa qilish mumkin? Juda eng qizig'i bu juda sodda aslida. Matematik nuqtai nazardan endi sodda desak ham nima bo'ladi-yu? Funksiya berilgan bo'ladi. Funksiyaning o'zgaruvchisiga e'tibor bering. O'zgaruvchisi W va B. Siz demak W mana gap shundaki, mana bu yerda W bilan B turibdi. Asosiy A bu bor ma'lumot konkret. Siz bergan ma'lumot. Ha, siz mana bu W bilan B ni shunaqangi tanlash kerakki, mana bu narsa kichik bo'lsin. Xatolik 0 ga yaqin bo'lsin. Endi 0 bo'lish holati ham bo'lishi mumkin qaysidir holatlarda. Lekin odatda 0 ga yaqin qilib olish mumkin. O'zi 0 ga juda yaqin bo'lsa, shuni o'zi kifoya. Shuni o'zi kifoya qiladi. U uchun nimani treyning o'sha nima dedim, qayta bajarish kerak bo'ladi amalni. Hozir demak, endi matematik masala keldi bizga. Agar sezgan bo'lsangiz, funksiya berilgan, funksiyani minimumini topish masalasi keldi. Ikkita o'zi aslida W ni o'zgaruvchisi millionta, yana B, yana bitta o'zgaruvchi. Shunaqa o'zgaruvchili funksiyani minimal qiymatini topish masalasi kelyapti. Keyingi rasmga o'tsak, demak, masala shunga keldi. O'sha W bilan B ni to'g'ri tanlasak, biz minimal nuqtaga boramiz. Agar kimlardir yoshligida matematikani yaxshi o'tgan bo'lsa, funksiyani minimumini topish masalasi bor edi. Bizda funksiya minimumini topish emas, bizda minimumga erishadigan nuqtasini topish muhim bu yerda. Erishadigan nuqtasi degani o'sha W bilan B degan. Shunaqa, shuni topish deydi. Demak, bizda funksiya berilgan, funksiyani minimallashtirish masalasi kelyapti. Keyingisiga o'tsak, xo'p. Demak, mana hozirgi aytgandek, undan keyingisida demak, mana misol uchun oddiy x kvadrat hamma taniydi. Endi ko'pchilik taniydi. X kvadratni minimal nuqtasi, minimal qiymati 0 va u nimada 0 da erishadi. Xo'p, 0 da erishadi. Mana bu yerda matematikada gradient bo'ylab yurish, o'zi aslida gradientga teskari yurish degan tushuncha bor. Xo'p, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, siz ixtiyoriy bitta nuqtadan boshladingiz. Deylik, W ni qiymati mana bu yerda turibdi, 10. Unda u nuqta tepada. Mana bu xatolik funksiyasida qaysidir ma'noda. Xatolik demak 0 ga yaqinlashishi mumkin agar siz W ni 10 emas, W ni 0 desangiz yoki 0 ga yaqin son desangiz. Gap shu mana bu nimani tanlash, x ni o'sha mana bu pastdagini tanlash. Lekin siz uni hozir aytayapman, bu yerda millionta o'zgaruvchi bor. Hozir bir o'zgaruvchilikda funksiyani chizyapmiz. Biz unda qaysidir nuqtada turibdi. Endi undan qaysi yo'nalishga borsak xatolik minimallashtirilishi degan narsani bilishimiz kerak. Odatda funksiyadan hosil olinadi. Funksiya endi bu joyda hosila, demak, hosilasini minusiga qarab yuriladi. Masalan, hosilasi nima chiqsa, deylik, musbat chiqsa, orqaga qarab minus. Bu tomonga qarab emas, bu tomonga qarab yuriladi. Mana misol uchun bu yerda 10 dagi hosila x kvadratdan hosila 2x, bu 20 ni beradi. Minus 20, ya'ni minus tomonga qarab yurish kerak. Boshqacha qilib aytganda, mana to'p turibdi tepada. Qo'yib yuborasiz to'pni. To'p qaysi tomonga qarab yuradi? Mana shu yerga to'pni qo'ysangiz, pastga qarab keladi. O'sha qaraydigan yo'l o'sha hosilaga teskari yo'nalish bo'ladi. O'sha yo'l bo'yicha demak yurish metodi bor. Mana shu demak bu analiz. Analiz, ya'ni biz o'rganamiz funksiyani minimal joyga borish. Keyin qadamlar bajaradi. Albatta diskret bo'ladi. Nima? Bitta qadamda bu yerga keladi. Keyingi qadam keyin yana nimaga? Mana bu birinchi treningdan keyin, ya'ni birinchi mashg'ulotdan keyin qarang, xatolik kamaydi. Keyingi mashg'ulotdan keyin bu yerga keldi. Keyin yana mashg'ulot, keyin boraveradi. Mashg'ulot degani o'qitilishi. O'qitilishi. Mana shu nimani W ni, mana W bilan mana bitta o'nda turuvdi W.
bitta nimadan keyin pastroqqa tushdi. W boshqa W bilan B tanlandi. Keyingi safar W bilan B ni o'sha boyagi vazn nimasi bor-ku, uni o'zgartiriladi keyingisiga buni o'zi avtomatik mukammallashtirib boradi. Boraveradi, xatolikni endi aynan mana bu metod aynan 0 ga olib kelmaydi, lekin 0 ga yaqin olib keladi. Xatolikni maksimal minimallashtiradi. Endi eng kichik holatga olib keladi. Bu bir o'zgaruvchilikda tushuntirdim. Endi ko'p o'zgaruvchilik keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu mana bu qiziqroq deydi. bu endi siz million o'zgaruvchilikni oling, uni chizmasini biz chiza olmaymiz. U qaysidir joyda bundan boshlaydi mana bu yerda. Sizga chiqaradigan ma'lumoti dabdala ma'lumot bo'ladi. Umuman siz berasiz, mantiqqa yaqin bo'lmagan ma'lumotni beradi. Mana bu yerda tursa. Keyin o'qitilaverib buni mana bu joyga olib kelish mumkin. Aylanib kerakli nimaga olib keladi, xatoligi juda kamayadi. Keyin yaxshiroq nimani beradi. Xotirani o'zi yetarli emas-da. Xotirani olgandan keyin mana bu ish bajarilishi kerak. Mana bu ish bu nima deydi, ko'cha tili bilan aytganda g'irt matematika bu. Bu matematikasiz bo'lmaydi. Mana shu maqsad, mana nuqta turibdi. Endi siz o'ylab ko'ring, nuqtadan qaysi tomonga qarab borsa, pastga qarab borishini biz ko'rib mana bu yerda aytishimiz mumkin, lekin u funksiya, u abstrakt, uni bilish kerak. Masalan, 20 o'zgaruvchilik bo'lsa, tamom, biz chiqib ketib qolamiz. Uchun yo'nalishni bilish kerak. Yo'nalish bu juda ko'p bo'ladi. 3 o'lchamli fazoda, demak, ko'p yo'nalish. U o'lcham 4 bo'ldiki, yo'nalish yana ko'p. 100 bo'ldiki, yo'nalish undan ham ko'p. Gap shundaki, biz to'g'ri yo'nalish topishimiz kerak. O'sha yo'nalish bo'yicha harakatlanib, W bilan B ni topib oxirida eng yaxshi nechtadir trening, ya'ni mashg'ulot o'tkazgandan keyin, o'qitilgandan keyin o'sha xatoni minimallashtirish. Bu demak gradient bo'yicha yurish deydi. Gradient oddiy qilib tushuntirsam keyingi nimaga, bu shunchaki mana funksiya berilgan bo'lsa, funksiyani demak xususiy hosilalari olinadi-da, vektor hosil bo'ladi. Mana shu vektorga teskari yurish, mana shu vektor bor, vektor hisoblansa bo'ladi. Shu vektorga teskari yurish minimallashtirishga olib keladi. Mana o'sha bu nimada, kompyuterda diskret amal bajariladi. Shuning uchun bu asli uzluksiz nima. Uni keyin o'tgan safar ham tushuntirdim. Nuqtaviy keyin amalga oshirib, kim nechta trening o'tkazgandan keyin o'sha kerakli nimaga olib boradi. Qancha ko'p o'qitilsa, shuncha yaxshiroq ma'lumot beradi. Ya'ni xatolik kamayib boraveradi. O'sha gradient bo'yicha yuradida bular. Xatolikni 0 ga olib boradi. Mana shunaqa, ichida mana shu narsa ketadi. O'sha o'qitilish degani shu o'zi aslida, o'rganib olish. Mana bu endi matematika. Matematika endi biz endi raqamlar ustida ishlaganimizdan keyin matematika bo'ladi-da, endi boshqa Endi nima bo'ladi? Behzod buni qanday ko'radilar? Behzod endi o'zi biladi, qanaqa dasturchilar qanaqa ko'radi buni. Mana matematiklar buni ko'rsatib berishdi. Aslida Behzod ham matematik. Matematikada o'qigan biz. O'zi nima edi, yaxshi dasturchilar matematikalardan chiqadi deyshadi. Shunga javob. Oldin shunaqa edi, endi hozirgi uncha farqi bo'lmay qoldi. Behzod, o'qitilish mana endi bizga axborot texnologiyalari tilida. Karimjon mana endi toza ilmiy matematika tilida uni tushuntirib berdilar. Ya'ni o'qitilishda nima vazifa ketayotgani, ya'ni nima jarayon ketayotgani. Mana endi axborot texnologiyalari tilida o'qitish qanday jarayon? Masalan, nima degani o'qitish? Mana buni o'qib ol desangiz, bu odamga aytasiz buni. Kompyuter degan qanday jarayon bu? O'qitish deganda masalan sizni tanitmoqchimiz kompyuterga. Bir 100 tacha rasmingizni beramiz birinchi. O'sha o'qitish jarayonida keyin aytiladi kompyuterga. Masalan, sizni rasmingiz chiqsa, bu mana G'ayratxo'ja aka. Boshqa rasm chiqsa, bu emas. Shunday qilib dastlab kompyuterga o'rgatasiz. O'zingiz tanishni. Shu orqali bu boyagi vazn funksiyasini quradi-da, W ni. O'zi quradi. Shu o'qitish jarayonida. Keyin qachondir mana chetdan rasm kelsa, boyagi qurgan funksiyasiga qo'yib ko'radi-da, mana bu xatolik funksiyasi orqali baholab sizni topadi u. Shunaqa. Juda oddiy. Juda oddiy, lekin bu ham yo'q, matematika. lekin boyagi eng muhimi shuda, boyagi funksiyani quradigan joyi. O'sha joyni optimal qurmasangiz, uni nimasi hisob kitobi
yaxshi bo'lmaydi. Energiya sarflashi yoki topib keladigan vaqti juda yomon bo'lishi mumkin-da. Ha, bu yerda O'qitish jarayonida. to'g'ri, yaxshi gap bo'ldi. O'sha bu yerda vaqt ham inobatga olish kerak. Mana masalan, nima uchun shu aslida mana bu gradient bo'yicha yurmasdan har xil holatlarni ko'rib, ichidan mukammalini olsak bo'lmaydimi? U juda ko'p amal bajaradi. To'g'rimi Behzod? Agar kim nechtasini olib, buni minimalini olsak, u yaxshi natija bermaydi. Bu yaxshilaridan bittasi. Hozir bundan ham keyin yaxshi nimalar bor. Qilishyapti, ishlashyapti. Matematiklar jim o'tirmaydi. Shunaqa nimalar bor. Boya aytib o'tdingiz, mana DeepSeek Xitoyniki, keyin OpenAI va ChatGPT bor. O'sha ikkalasini farqi, buni afzalligida farqi xitoyliklar matematikada kuchliligi bo'lyapti-da. Endi qarang. Nurbek mana shu joyni alohida belgilaysizlar. Chunki hozir DeepSeek va ChatGPT ni orasidagi farqni fundamental tushunishga harakat qilamiz, hurmatli muxlislar. Demak, ya'ni ilmiy asosda tushunishga harakat qilamiz. Xo'p. Ommaviy biz uni tushunamiz taxminan. Qanday desa, demak, OpenAI ChatGPT ni o'qitishga juda ko'p pul sarflagan. Mana juda bir ommaviy tushunadigan bo'lsak, biz juda ko'p pul sarflagan, katta ma'lumotlar va hokazo. Endi va natijani beryapti. Endi xuddi shunga o'xshagan loyiha DeepSeek u o'qitilyapti, lekin bunchalik katta pul emas. Ya'ni OpenAI ishlatgan puldan karrasiga kam. Ya'ni 4-5 barobar emas, karrasiga kam. Juda ko'p kam. Lekin natija n bo'lmasa-da n ga juda yaqin. Ayrim joylarda undan yaxshi. Endi lekin endi boshida birinchi tekshirilganda deylik biroz masala bor edi, ya'ni sifat nuqtai nazardan endi keyin men ayrim dasturchilardan so'radim, katta dasturchilardan so'radim, nega desam endi to'g'ri tushuningda, endi narigisiga milliardlab sarflash tashlangan, bu nechidir million bilan masalani hal qilyapti. Farq bo'lmasa ham bo'lmaydi degan ma'noda bo'ldi, lekin bugun u DeepSeek ham joyida turgani yo'q. U yana davom etyapti, o'qishda, ilm olishda davom etyapti. Va boyagi n ga yaqin n bo'lib qoldi yoki balki n+1 dir. Qayerdadir n-1, qayerdadir n+1. Qayerda joyda u. Lekin o'rtacha natijalar yaqinlashib qoldi, teng. Endi savol paydo bo'ladi. Biriga juda katta pul sarflandi, biriga juda kam. Buni boshqa tarafdan ham tushuntirish mumkinki, deylik AQShda bu ishlar o'zi tegi qimmat. Umuman olganda qanaqadir ish soati va hokazo uni shunday deyish ham mumkindir, lekin bunda ham bunchalik farq qilish kerak emas. Bu aniqki Xitoyda Xitoyning DeepSeek'i nimadir qilyaptiki, ancha kam xarajat bilan yaxshi natijalar ko'rsatyapti. Mana endi buni biz fundamental tushunishga harakat qilamiz. Ya'ni buning tagida demak matematika bormi? Mana sizga shu bo'yicha qiziq ikkita statistika aytishim mumkin. Masalan, biz maktabda ikkita sonni ko'paytirishni o'rganganmiz. Masalan, ikkita n xonalik son deylik. Ko'paytirsak ustun shaklda yozamiz har birisini. Shunda tegidagisini bittaga surib ketaveramiz. Shunaqa. Qo'shish kompyuterda ham qo'shish oson amal. Ko'paytirish bu eng ko'p energiya talab qiladigan amal bu. Shuni hisoblasak, mana ikkita n xonalikni ko'paytirsak, bu n kvadratga ekvivalent amal bajaradi. Bu katta son bo'ladi. U n oshgan sayin uni masalan 10 bo'lsa 100 ta amal. Ertaga buni 10 ta oshirsak 100 bo'lsa allaqachon 10 mingta. Juda tez o'sib ketadi. Shuni mana matematiklar mana birinchi urinishda nimaga tushirishgan shuni? N darajasi 1/58 ga. N kvadratdan n darajasi n kvadratdan n darajasi 1/58 ga tushirishgan. Keyin yana nimani uslubni yangilab, buni hozir n logaritm asosiga ko'ra n ko'paygan logaritm n ga tushirishgan. Bu narsa o'zi matematikadan qarasak bu deyarli n ga ekvivalent. Ya'ni boshqacha qilib aytganda million xonalikni ko'paytirsangiz qanchaga to'g'ri keladi? Mana shu yerda nimasi bor? 2 milliard xonali sonni o'zaro ko'paytirsangiz, avvalgi biz o'rgangan metod bo'yicha bunga 6 oy vaqt ketadi kompyuterda. Qaysi kompyuterda? O'sha nimada hozirgi zamonaviy kompyuterlarda tushunmadim, nechiga ko'paytirdi? 2 milliard xonali katta sonni o'ziga kvadratni hisoblamoqchisiz masalan. Sonni 2 milliard xonali songa ko'paytirmoqchisiz. U haqiqatan katta son bo'ladi. Ikkalasini bir-birisiga ko'paytsak juda ko'p vaqt ketadi. Kompyuterni 6 oy hisoblaydingizmi? Shunaqa. Bu nima? Biz buni 60 yillarni hisoblay olmaymizmi? Bu natija nimada? 1970-yilda qilingan natija.
O'sha paytni Aha, kompyuter albatta. uchun 6 oy vaqt ketgan bo'lsa, hozirgi mana yangi algoritm bo'yicha qilsa 26 sekund vaqt ketadi. Algoritm matematik algoritm bo'lgani uchun shu joyga urg'u berish kerak. Shunaqa matematiklar boyagi mana hozir ko'rdik, sun'iy intellektda hamma narsa ko'paytirish kerak, qo'shish kerak, hisoblash kerak. Boy vazn funksiyasi bilan matrisaga ko'paytirishingiz kerak. Bu birinchisi, oddiy ikkita sonni ko'paytirsangiz mana 6 oydan 26 sekundga tushgan matematik nima bilan? Shunda Optimallashtirish. shunda sifat necha darajaga oshgan bo'ladi Nurbek? Juda 6 oy U juda 6 katta oy bo'ladi-da. sekundga o'girasizda, keyin uni shunda 26 ga bo'lib yuborasiz. shu Menimcha kalkulyator Keyin- ishlamaydi. Bu juda tez amal. Ikkinchisida mana hozir matrisa bilan ishlayapmiz. U sonni songa ko'paytirishadi. Endi biz matrisaga boyagi kiruvchi ma'lumot A ni W ga ko'paytiryapmiz-ku, vazn matrisasiga. Bu ham mana matrisani nimasi o'lchami juda katta bo'ladi. Shu yerda mana 70-yillarda qilingan ish. Mana matrisani 2 ga 2 o'lchamli matrisani 2 ga 2 ga ko'paytirsak, bu 8 ta amal bajariladi. Ko'paytirish amali. Bu eng og'ir amal shu o'zi. Shuni matematiklar mana 7 taga tushirgan. Bu natija. Bittagina kamga o'xshaydi, lekin 8 ko'rasiz. bittaga Biz uchun tushirgan. 8 bilan 7 ning orasida katta farq. Shunaqa. lekin lekin- 2 bo'lganda 2 ga 2. Matrisa oddiy 8 ga 8 bo'lganda, xuddi shu amalni qiladi. Mana 4 ga 4 qilib blok matrisaga bo'ladi. Bitta ko'paytirib oldi-yu, 8 dan 7 ta amal bilan 4 ga 4 ga tushirdi endi. O'sha 4 ga 4 larni yana 2 ga 2 qilib bo'ladi, yana 7 ta amal bilan bajaradi. Keyin 2 ga 2 bo'ldi-yu, 3 qadamda to'liq hisoblab oladi, lekin nechta bajardi? Mana 21 8 ga 8 da 8 ni kubida amal bajarish kerak edi. Lekin 7 ni kubiga tushdi o'zi. Bu endi farq. U 33% samaradorlik. u son nima oshib U boraversa 8 ga 8 da qiladi. Farq bilinaveradi. farq Shunaqa. U bo'laveradi. keskin bilinadi nimasi farqi. Endi DeepSeek Dipsik xuddi shunaqa nimani endi o'ylab ko'ringda, sun'iy intellekt degani katta datani, big datani olib analiz qiladi. Mana shu boyagi mana bu ishlarni qiladi. Har safar u katta datani ustida mana bu ishlarni bajaradi-da. Har bitta qadami katta ish. Mana W bilan Ben topyapti-yu. Katta ish, katta Oxiri juda borib ko'p. matematika bo'ladi. Ha, buni yaxshiroq, tezroq topish usulini topganda gap shunda. Bittasi tezroq boradi o'sha, mana rasmga boraylik. O'sha rasm Gradient. gradient nimasiga. Mana shu yerda. Bittasi deylik, bunaqasiga aylanib borishi mumkin. Bittasi to'g'riroq tushundim. juda tez to'g'ri tushishi mumkin. Gap shunda. Bu yerda o'sha funksiyani minimumini topish masalasini, ya'ni tezroq qadamda topishni usulini qo'llagan. Mana endi yana ham aniqroq. ChatGPT va DeepSeek aynan nimasiga tegilgan uni? DeepSeek konkretno o'sha nimani nima deydi? Loss function, o'sha yo'qotish funksiyasi bor-ku. O'shani minimallashtirish tezroq nimasini topgan. Katta ehtimol bilan shu. Bu ham ehtimol. Endi Bu matematik algoritmi o'zgarganda. ha, matematik algoritmi o'zgargan. Yana boshqa joylarida ham algoritmlar, albatta algoritm bu yerda asosiy nimasi. O'sha gap shundaki orqasida matematika turibdi. O'sha minimal mana shuni topish. O'zi mana shuni borsa, eng nimasiga borsa, sizga katta ehtimol bilan aniq ma'lumot beradi-da. Faqat o'sha joyga kimdir 10 qadamda borsa, kimdir 100 qadamda boradi. Kimdir 1000 qadamda boradi. 10 qadamda borgan kamroq xarajat qiladi. Tabiiy. O'zi aslida menimcha dasturchilarda ham bir masalani yechishda tezroq yechib beradigani kuchli dasturchi hisoblanadi. Ya'ni kamroq kod yozib. Yo'q, kamroq kod emas. Xotiradan optimal foydalanish kerak va vaqtdan. Shu ikkalasi bo'yicha chegara bor. Masalan, men dasturchiman deylik, Bekzod mutaxassisroq menda. Men natija chiqsa bo'ldi. Natijani chiqarishi mumkin. Bekzod nima qiladi? Uni optimallashtirishga harakat qiladi. Tezroq vaqtda, tez va kamroq resurs ishlatadi. Ha, shu. Men ham natijam to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin mening natijam uchun kompyuter ko'p energiya sarflashi mumkin. Ko'proq qadam. Bu o'sha ChatGPT hozirgi. Endi umuman ChatGPT ni ham bunchalik biz kamsitmoqchi emasmiz. Lekin ham optimal albatta, chunki hozir mana ChatGPT ga nimadir so'rov bersangiz ham juda tez javob beradi o'zi aslida. Faqatgina shu o'qitishdagi qiymat masalasi ketyapti bu yerda. Tushunishim bo'yicha demak, xitoyliklar buni matematikasiga ko'proq e'tibor bergan, shundaymi? Albatta.
Matematikaga ko'p e'tibor bergandan keyin o'sha optimallashtirish masalasi o'zi matematika masalasi. Mana shu ham optimallashtirish masalasidan bittasi. O'sha nima bitta manzilga eng yaqin vaqtda borish masalasida bunaqa bo'lganda. O'shani to'g'ri qo'llagan va yaxshi natijaga erishgan. Big datani o'qityapti, katta ma'lumotni o'qityapti. Lekin bu yerda gap ma'lumotni hajmida emas. Hajmni analiz qiladi-da, u hajmda ham bor. O'sha shuncha hajmli narsani analiz qiladi. Men aytmoqchi bo'lganim, masalan, OpenAI va deylik DeepSeek bir xil hajmdagi ma'lumotni oldi. Endi u yerga bu yog'iga matematika ishga tushadi. Ya'ni uni tahlil qilishda, deylik, kim agar to'g'ri funksiyani qo'llagan bo'lsa, to'g'ri, tezroq natijaga erishadi natijaga. Mana shunday tushunishimiz kerak. Shu. O'sha biz qidirgan W bilan B bor-ku, boyagi vazn funksiyasi bilan siljish. O'shani kim tezroq topsa, kamroq demak, kamroq qadamda topsa, kamroq pul sarflagan bo'ladi. Demak, bunday tushunish kerak emaski, ChatGPT ko'proq ma'lumotlarni o'qigan, DeepSeek kamroq ma'lumotlarni o'qigan emas. Uni tushunmaslik. Bir xil ma'lumotni ikki xil algoritm bilan o'qib, mana shunday. Ikki xil algoritm bilan o'qib, tezroq nimaga demak, nimaga erishgan. Maqsadga erishgan. Shunaqa. Shu. Gemini, Copilot hammasi shundaymi? Bekzod. Bo'lishi mumkin. Ularni men aytmoqchi bo'lganim, ularni ish prinsipi ham shundaymi demoqchiman. Ya'ni istalgan sun'iy intellektga biz shunday qaraymizmi? O'qitishga yoki boshqa masala ham bormi? Yo'q, o'qitish, o'sha nimani topish. Bular endi sun'iy intellektda o'zi sun'iy intellekt avvalam bo'lgan, o'zi mashina borki, shu sun'iy intellekt bor, o'sha rasmni o'qish va hokazo, mana tarjimon nimalar avvaldan bo'lgan. Shunchaki oxirga kelib bular birlashtirilib bitta sistemaga kirgizib nima qilindi. Va nomini sun'iy intellekt deb qo'yib. Bu hammasini tagi bir xil. Masalan, Google qidiruv avvaldan buni ishlatib kelardi o'zi. Shunaqa. Masalan, nimadir qidirganingizda sizga maksimal darajada yaqin natijalarni so'rovingizga nisbatan yaqin natijalarni chiqarib berardi. Shu. Lekin biz uni sun'iy intellekt demasdik. Sun'iy intellekt emas, aslida sun'iy intellekt. Aslida sun'iy intellekt. Aslida sun'iy intellekt. Bekzod, qo'shimchalar bo'lsa? Yo'q, qo'shimcha yo'q. Endi boyagi balki rasmni ko'rsak ham bo'lar, chiqqan bo'lsa. Katta ehtimol shu chiqadi, boshqa. Shokirjon? Yo, endi Shokirjonda boshqacha chiqqan bo'lishi mumkin, chunki bu ataylab o'sha o'sha ma'lumot chiqarmaslik uchun so'rovni. Mana undan 10 ta turibdi. Ya'ni nimasi 7 ta turibdi. Mash chiqdimi? Nurbek, siz ham qidiring. Kim qidirsa ham shu chiqadi, iloji yo'q. Hurmatli muxlislar, demak, kursni tomosha qilayotganlar. Bir masala chiqib qoldi. Men hozir matematikalar yo'q, mana boshqacha ham chiqdi demoqchi edim. Bo'lmadi. Shunga siz ham urinib ko'rsangiz. Masala shundaki, kursning boshida demak, Karimjon Rahimov, matematika do'stimiz, matematika fanlari doktori, aytdilarki, siz sun'iy intellektdan devor soatini so'rasangiz, ya'ni devor soati suratini so'rasangiz, taxminan 10 dan 10 minut o'tgan vaqtlar va soat sekundi, ya'ni soniyani 7 da turgan bo'ladi. Taxminan mana shunday bo'ladi va bu juda ko'p chiqadi deb aytdilar. Va kursning boshida biz Shokirjonga bu vazifani berdik. O'z sekundli vazifa aslida. Orasida biz kursni o'tkazib oldik va Shokirjon qanday natija yana bir qaytaramiz? Mana 17. Xo'p, muxlislar ichida sun'iy intellektni ishlatishni biladiganlar bormi? Mana shu savol. Mana hozir 500 dan oshiq inson onlayn kuzatayotgan ekan ushbu kursni. Savol, muxlislar, chatda yozingiz javobini. Sun'iy intellektni ishlatishni biladiganlar bormi? Sun'iy intellektni ishlatishni biladiganlar bormi? Biz va qaysi maqsadlarda ko'proq ishlatyapsiz? Keyin sizga biroz vazifa bermoqchimiz. Biz parallel Google dan devor soatini qidiraylik. Mana shu ko'p chiqadi o'zi. Gap shunda-da, o'sha bazani o'qigan u. Ehtimollikning eng ko'pi o'sha 10-17 da turibdi. Ichidagi algoritmda o'shani beradi. Devor soati deb qidirsangiz, rasmlar hammasi ham unaqa emas, lekin 10-17 ko'proq. Ha, chiqdimi? 10-17 chiqdimi?
sekunda ayrim payt o'zgarishi mumkin. Lekin 10 dan 10 ta o'tishi bu ko'p holatda bo'ladi. Devor soati dedingiz. Ha, nimadir bormikin shu vaqtda? Yo, u Nimadir mukammallikni bildiradi. Chiroyli ko'rinadi. Ha, Dizaynlar, chetga- ha, o'sha 3 ta joyda turibdi, ochiq nimasi chiroyli bo'lganligi uchun dizaynerlar shundan ko'p foydalangan. Ko'p holatda foydalanadi. Masalan, sizda hammasi 12 da tursa, unaqa chiroyli ko'rinmaydi, lekin 17 da tursa, soatni, devor soatini qaysidir ma'noda go'zalligini beradi. Bu dizaynerlarning nimasi. Sun'iy intellekt nima qiladi? Shuni oladi, shularni hammasini olgandan keyin eng ko'p holat shu bo'lgandan keyin sizga shuni chiqarib beradi, iloji yo'q. Marhamat. Oho. Demak, biz ham agar devor soati nimadir qilmoqchi bo'lsak, albatta 10-17 qo'yishimiz kerak endi. Nega desa hamma shuni qo'yadi-ku. Batareyasini olib tashlaysiz-da, u yurmaydi. Va o'shani to'xtash kerak. To'xtash kerak. Bunaqa nimalar ko'p, ya'ni bunaqa joylari ko'p. Yo'q, tasodif emas. Nega aynan shuni? Yo, ba'zi buni dizaynerlik nuqtai nazaridan aytyapsiz. Ya, chunki demak, internetdagi asosiy rasmlar shunaqalarda. To'g'ri, mana e'tibor bering, undan o'nta mana ko'p. Mana so'rov. Mana atayda mana matematiklarimiz adashyaptimi degan ma'noda mana devor soati deb so'rov berdim. Google'da mana. Mana ko'rib turibsiz, yuqorisida mana devor soati degan so'rov turibdi tepada. Izlash degan joyda. Mana endi siz ko'ring. Birinchisida to'g'ri unday emas, keyingisida mana 10. Mana keyingisida. Endi qarang, yana qiziq jihati. Ayrim hollarda 10 emas. 2 ham bo'lishi mumkin ekan. Ha, lekin strelka mana shunday joylar. Shu. Mana keyingisi ham 10. Unisi ham. Mana bu yerda ham 10. Bular ko'p. Aslida boshqalari ham bor. Mana qarang. Bular ko'p. Bular mana keyingisi ham mana 10. Mana bu ham 10. Mana bular ham mana. Chunki ajoyib-ku. xotirasida shu ko'p-da. U doim eslayveradi, faqat shuni eslaydi sun'iy intellekt. Shuni chiqarib beradi sizga. Hamma chiroylilarda 10 turibdi. Mana 10 nima? Yoningizda ham, narigi yoningizda ham siferblatlarda 10 turibdi. Mana bu ham 10. Buni nimasi? Qiziq nimasi bordimi? Hozir qarasak, masalan, 1 dan 12 gacha yig'indi 78 chiqadi. Shu 10 dan 12 10 dan 2 gacha qo'ysangiz 26 da, teng 3 dan 1. Keyin 3 dan 7 gacha yursangiz bu 25. 8 dan 10 gacha yurgani 27. Soatni boyagi 1 dan 12 gacha yig'indini teng 3 ga bo'lgandek bo'ladi. Shunaqa. Ajoyib. Endi juda dizaynerlar buni matematika qilib chiqishmagandir. Yo'q, bu nima? Masalan, kuzatsangiz oltin kesim degan narsa bor. Bu mana Da Vinci'lar ham shunga e'tibor berib chizishgan rasmni. Nima? Yo'q. Yo'q. Mavzuga. Shu nima ular shu matematika asosida chizgani uchun ham nimasi zo'rda rasmi. Da Vinci'lar shu oltin kesimga qo'yishga harakat qiladi asosiy elementni. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin deb hozir hisoblab ko'rdim, shunaqa chiqdi-da. Shunaqa, ya'ni siz agar sun'iy intellektni propaganda qilmoqchi bo'lsangiz, uni miyasiga mana shunaqa bir xil informatsiyani tiqib olsangiz, sizga shu informatsiyani chiqarib beradi-da. Sodda qilib aytganda. Shu bo'yicha men YouTube'da yaxshi dasturchilarni kuzataman. Ularning berayotgan ma'lumoti ham ehtiyot bo'linglar deydi. Chunki hozirgi sun'iy intellektlar real time'da ular ma'lumot olyapti. Bu ma'lumotni odamlarning o'zi kirityapti. O'sha qanday kiritilgan saviyaga qarab u shu tarafga og'adi baribir. Keyingi beradigan ma'lumot ham baribir oldingi qayta ishlangan ma'lumotdan bo'ladi. Ajoyib. U agar real time'da o'rgansa, men yaxshilikdan yomonroq tomonga yurish ehtimoli katta-da baribir. Qoyil. Hurmatli muxlislar, marhamat, savollar bo'lsa ekspertlarimizga. Qisqasi, matematikani kuchli bilgan inson qolgan fanlarni suv qilib yuboradi deblar, to'g'ri. Endi juda adabiyotni bo'lmasligi mumkin-ku, lekin adabiyotchilar bor bizda. Matematiklar ichida. Zo'r adabiyotchilar bor. Chunki mantiqiy nuqtai nazardan yondashadi adabiyotga. Nega unda aytishadi, yo gumanitariya yoki aniq fanlar bo'lishi kerak? Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Adabiyotchilar uzrali inson agar iqtidorli bo'lsa barcha sohada demoqsizmi? Albatta.
Shuning uchun bahona qilmanglar. Azizlar, maktabda bu bahona ko'p bo'ladi o'zim. Hali men endi ko'proq gumanitar fanlarni yaxshi ko'raman-da, deb matematikadan qochadi fizika bilan. Yo'q. Aslida siz hech qaysini yaxshi bilmaysiz. Xo'p. Xo'p, demak savol dahshat ekan. Al-Xorazmiy nima uchun 0 sonini o'ylab topgan deb savol berishdi. u avvaldan nimada bo'lgan, menimcha Hindlarda bo'lgan. Mayalarda Al-Xorazmiy tartibga solgan uni. Olib kirgan nimaga. Al-Xorazmiy faqat 0 bilan aytishadi. Aslida Al-Xorazmiyning asosiy eng katta ishi algoritm. Masalani tartib bilan qadamma-qadam yechishni Al-Xorazmiy birinchi kiritganda, qadamma-qadam. U qadamma-qadam yechish, mana hozir biz ham matematikada doim qo'llaymiz shuni, bir teoremani qadamma-qadam isbotlaymiz. Shuni Xorazmiydan oldin hech kim qilmasmi? Endi Al-Xorazmiy shuni kiritgan nimaga? Yo'q, biz bundan albatta. Biz bu juda ham faxrlanamiz bilan. Lekin Xorazmiygacha ham ancha odam yashab o'tgan. Endi meni eng yaxshi bilimimga tayanadigan bo'lsak, o'zimni, ya'ni o'zimni bilimim bo'yicha Al-Xorazmiydan oldin hech kim bunaqa nima qilmagan. Balki qilgandir, lekin umumiy nimasi yo'q. Kimdir balki bilar. Men matematika tarixini unchalik yaxshi bilmayman. O'zim biladigan darajam bor. O'sha bo'yicha aytadigan bo'lsam Al-Xorazmiy. O'shandan keyin rivojlanib ketganda. Hozir hamma narsa tagida algoritm-ku. Shuning uchun algoritm deyiladi. Nima uchun boshqa nima demaydi? Siz mayli juda tarixiy emas, keling shaxsiy fikringiz, o'ta subyektiv fikringiz qiziq. Masalan, bizni diyorlarda demak bu birinchilardan bo'lib, hamma narsa o'z tartib intizomdan boshlanadi. Ya'ni o'sha masalalarni yechishni, muammolarni hal qilishni tartibga keltirish bu demak Al-Xorazmiy bilan bevosita bog'liq. Shunday. Nimaga biz keyin eng zo'r bo'lib ketmaganmiz? Mana bu toza bir falsafiy savol sizga. Masalan, qanday qilib deylik, mana Al-Xorazmiy Renessans davrida yashagan bizni buyuk alloma nima deydi? Ulardan keyin shogirdlardan keyin shogirdlari, ular yana ham zo'r bo'lib biz 19-asrda oyga chiqishimiz kerak edi-ku. Nega? Endi o'rtada Mo'g'ullar bostirib kelgan joylari bor. Bu yerda ko'p omillar bor-da. Akela bu kutubxonalarni yo'q. Hamma joyini dabdalasini chiqargan. Bu demak bizga jiddiy ta'sir qilgan. Albatta. Qarang, boyagi bugungi ikkinchi kurs tugan bevosita bog'liqda Jaloliddin Manguberdi bilan Mo'g'ullar bostirib kelib ancha taraqqiyotni ham ancha ortga surgan ekanda. Shunaqa. O'sha asosiy sabab, eng asosiy sabablardan bittasi shu bo'lishi kerak. Shu. Menda boshqa sabab, ya'ni boshqa sabablari ham bor. Keyinchalik ham shuni tiklash uchun maktab qolmaganda, o'sha maktab deganimiz o'sha soha bilan ishlaydigan akademiya qolmagan, akademiya tamom bo'lgan. Demak, fanlarning rivojlanishida uzluksizlik va maktab muhim. O'ta muhim. Maktab saqlash muhim. Bugun bizda O'zbekistonda matematika maktabi bor hisoblanadimi? Albatta, juda ko'p nimalar bor. Yanada jahon darajasida demoqchiman. Jahon darajasida albatta. Endi bitta narsani tan olishimiz kerak. Bizda 2016-yildan oldin e'tibor juda past edi. O'qituvchilarning oyligi past edi. Professor o'qituvchilarning nimasi bu faqat ilmiy ish qilaman degan odam yashash qiyin edi-da. Hozir faqat ilmiy ish qilib ham zo'r yashash mumkin. Faqat ilmiy ish qilib yana kamroq dars o'tib ham demak ko'p narsa qilish mumkin. Ana endi hozir yana rivojlanish bo'lyapti. Avval ham saqlab qolgan maktablar bor, endi yanada yangi maktablar, yangi kadrlar shakllanyapti. Bu men o'ylaymanki bir 10 yillardan keyin yanada yangi maktablar shakllanadi, top darajalarga chiqamiz deb o'ylayman, umid qilaman. Lekin bor, avvaldan ham bor bizda. Avvaldan bor maktablar. Bugun dunyodan oladigan. Qarang, bugun dunyoda matematika bo'yicha kuchli maktablar deganda qaysi davlatlar birinchi tilga olinadi? Sohaga bog'liq. Bu soha endi umumiy yoki o'rtacha deganda. Yo'q, umumiy demak, qaysidir sohada kimdir kuchli, qaysidir sohada kimdir kuchli. Ko'p sohalarda Fransiyada kuchli, Amerika kuchli, Amerika ham kuchli.
Rossiya kuchli edi, Xitoy kuchli bo'lyapti. Oxirgi paytlar Xitoy kuchayib ketdi. Yevropani ko'p davlat qaysidir sohasida Germaniya kuchli, qaysidir sohasida. Soha ko'pda matematika. Matematika faqat algebra, analiz unaqa emas. Balki 1000 dan ziyod soha bor. Balki undan ham ziyod soha bordir. Soha tarmoqlanib ketadi. Har bitta soha bo'yicha o'zining mutaxassislari bor, eng top odamlari bor. Agar miqdor sifatida oladigan bo'lsak, Fransiyada ko'proq shular ko'proq soha bo'yicha ko'p nima, yana Amerikada ham ko'p shunaqa. Lekin hozir mana xitoyliklar yanada kuchayib ketdi. Qaysi ma'noda? Aslida o'zida o'qimagan bo'lsa ham, chetda o'qib, o'sha yerda kuchayib kelib o'zida ishlayapti, misol uchun. Ko'p yana yaqinda bir yosh matematik qiz bir 100 yillik masalani yechdi. 100 yildan beri turgan masalani yechdi xitoylik. Bank Perelmanni davom etsin. Endi Perelmanni masalasi $1 million masala edi. Biroz adash. Sal adash deysiz. Qolishmaydigan masala-yu, lekin yani juda yaqin. O'zi aslida haqiqatda mana aytiladi-yu, olim bo'lib shahar olib berarmiding deyiladi-yu, o'zi maqsad shahar olib berish emas, lekin shahar emas, davlat olib berish mumkin-da. Mana o'sha Perelman 7 tadan bittasini yechganda, hali 6 tasi kutib turibdi egasini yoki egalarini kutib turibdi. Yaqinda mana bejiz emas ekan, kuni kecha adashmasam Perelman haqida yana bir o'qib chiqdim-da, uni hayot yo'li, qanday o'qiganlari, meni uni nima deydi, bu axloqi, odobi, o'zini tutishi emas. O'zi umuman qayerda o'qigan, qanday o'qigan, e'tibor bersam osmondan tushmaganda o'qigan. Hurmatli muxlislar, mana aytiladi, lekin zo'r iqtidor bo'lmasa qiyin deyiladi-yu. Iqtidor kerak albatta, lekin ko'p narsaga o'zi mehnat bilan ishlaydi. Ya'ni sabablarni qilasiz, Xudoyim o'zi beradi. O'qish bilan mana o'sha Sovet davrida o'qigan, fizika matematika litseyda o'qigan ekan 9-10 sinflarni. Undan keyin universitetda o'qigan, tinmagan. Hech bir joyda tinmagan, o'qigan va oxir oqibat o'sha nima edi, Poincare gipotezasini Poincare gipotezasini mana yechdi deb hisoblandi. Buni 3 ta mustaqil guruh tekshirib chiqqan ekan va hamma buni isbotlandi. Bu narsani yechgani unga beriladigan pul mukofotini ham amalda prinsip nuqtai nazaridan. Hurmatli muxlislar, mana shunday. Qarang, gap pulda emas. Mana o'sha Perelman boy emas o'zi. Ammo pulni olmadi $1 million. Nega desa, men ba'zi bir ishlardan noroziman dedi. Shali matematika hamjamiyatining ba'zi bir qilayotgan ishlardan noroziman. Baraka topib, bizga o'xshagan odam bo'lsa, mayli, norozilik chetga qo'ysin, pulni olaylik, keyin rozi qilamiz. Yo'q dedi. Men noroziman dedi. Shuning uchun bu pulni olmayman dedi. Mana shunday prinsipli odam va davom ettirdi. Ilmni davom ettirdi. 90-yillarda biroz masala bor edi. Xo'p, endi matematikani o'qiysan, fizikani nima bo'ladi? Ko'ryapsan-ku o'qituvchilarning holatini va hokazo. Lekin bugun ilm bilan shug'ullanayotganlar, hurmatli muxlislar, aslo kam bo'lmayapti. O'zbekistonda talab juda ham katta. Mana biz Karimjon bilan adashmasam 2 yil oldin gaplashgan edik. Ularda shunday bir vakolat bor ediki, o'sha Singapur universitetiga grantga tavsiya qilish, ilmiy ish qiladiganlarni tavsiya qilish va odam topa olmayotgan edi. Shunga loyiq, chunki ertaga uyaltirmaslik kerak, haqiqatda loyiq inson bo'lish kerak. Shuning uchun ilm bilan shug'ullaning, to'xtamang. Aytadi-ku, bu qorin bir kosa ovqatga to'yadi. Ilm bilan ko'proq shug'ullanishimiz kerak. Xudo xolsa, bu vatanimizning rivojlanishiga bevosita bog'liq. Ko'ryapmiz sun'iy intellekt nima ishlar qilayotganini. Bundan keyingi davr kursini boshlayotganimizdek, bundan keyingi davr bu sun'iy intellektdan keyingi davr. Bunda zo'r bo'lishimiz kerak. Sizlarga kattakon rahmat. Mana shunday qiyin mavzularni maksimal darajada bir tushuntirib berishga harakat qilasiz. Aytadi-ku, o'zi odamlar, o'quvchilar deylik, maktabda o'zi bundan qochardi, endi bular fikratda bunga tutilib turibdi-da. Va lekin sizlar buni ushlab turibsizlar. Mana 500 dan oshiq odam onlayn tomosha qilyapti. Ayrim hollarda muxlislar yozishadi. Menimcha meni xafa bo'lmasin deyishsa kerak. O'zi aslida xafa bo'lmayman, yozishadiki, Arto'j aka zo'r mavzuni olib chiqdingiz, lekin tushunmadim. Men aytaman, shuni ko'rganingizga rahmat. Chunki ichidan bir narsa qolsa ham, men o'zim mana maksimal bir ma'lumot olishga harakat qilaman. Mana shu o'qish oddiy narsa. Agar shu kursidan, hurmatli muxlislar, hali ChatGPT bilan DeepSeekni narxi masalasidagi bir farqini tushunib olgan bo'lsangiz ham katta gap. Ya'ni qarang,
yana shuni eslatib ketamiz. Demak, aytiladi OpenAI ChatGPT ni o'qitishga sarflagan summasi DeepSeekning o'zini o'qitishga sarflagan summasidan ancha ko'p deyiladi. Va bu savol bor edi, nimaga? Ma'lumotlar hajmi ko'pmidi? Masalan, OpenAI juda ko'p ma'lumotlarni o'qitdi, DeepSeek juda kam ma'lumotlarni o'qitdi. Yo'q, hurmatli muxlislar. Demak, ma'lumotlar hajmi deyarli bir xil. Chunki hammasi internetdan oladi. Qayerdan oladi ma'lumot? To'g'rimi? Qazib olmaydi-ku ma'lumotni. Butun ma'lumotni biz aytadi, endi biz soddaroq tilda aytamiz, bitta skript olib, hammasini yuklab oladi, uni shaqillatib o'qitib tashlaydi. Lekin bu yerda o'qitayotgandagi masala muhim. Ya'ni qaysi algoritmlar asosida? Xitoy bugun matematikada ancha ilg'orlashib ketgan. Va u o'shani to'g'ri qo'llash yoki to'g'riroq qo'llash yoki umuman OpenAI tajribasini o'rganib, chunki shunaqa masala ham bor. Ular OpenAIdan ko'p narsani o'rganib oldi. Nega yo'q degan masala ham bor. O'rganadi endi. Ilm ustiga quriladi. Ilm yo'q joydan qurilmaydi. Va o'sha matematik formulalarni yana ham aniqrog'ini qo'llash orqali bu narxini anchaga tushirgan. Sizlarga kattakon rahmat. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat.